Assalomu alaykum qarindoshlar. Biz oldingi qitim farzand tarbiyasi ota-onalar uchun bir vojib ish degan edik. Unda da bu vojib ish biz uchun zodi nimalarni derak berdi? Menimcha eng avval agar biz vojibni qilolmasak yoki qanday qilishni bilmasak, chuqur uni o'rganish kerak deganlikni derak berdi. Ya'ni bir vojibni ado qilish uchun yana bir ish shart bo'lgan bo'lsa, o vaqtda bu shartni ado qilish uni o'xshashli vojib deganlik. Bu xuddi namoz o'qish vojib bo'lsa, tahorat ilish buning sharti bo'lganligi uchun uni o'xshashli vojib deganga o'xshash bir ish. Unda da belki bazı ata-onalar o'ylab qolishi mumkin. Bizning ata-onalarimiz maxsus o'qib tarbiyalamabdi ekan. Bizning ata-onalarimiz yaxshi tarbiyaladik-ku. Biz obda odam bo'ldik-ku. Maxsus o'rganishning, o'qishning nima hojati bor deb o'ylab qolishimiz mumkin. Ammo bugungi kunda farzand tarbiyasi biz ilgari o'ylagandek juda oddiy, oson ish emas. Bunda bir narsani biz eslab qo'ysak bo'ldi. Bizning kichik vaqtimizda, masalan, hozirmi shu 40 yosh atrofidagi kishilar bizning bolalik vaqtini eslab qo'ysa, biz shahar nahiyalarda cho'ng bo'ldik vatanda. O vaqtda kichik vaqtimizda bizni topdan chiqarib o'tadigan, axloqni yiroqlashtirgan omillar jamiyatda nihoyat oz edi. Masalan, biz ertagarlikda uydan o'yinga chiqib kelsak, tushda yoki kechda qaytib kelsak, ota-onalarimiz bizni bek ansirab ketmaydi. Biz nihoyat ansirab bizga ochiqlab ketgan vaqtda bizni boshqalar bilan bir yomon ish qilib solganmidi yoki berib aroq ichganmidi yoki tamok chekkanmidi deb ansiramaydi. Balki mushu vaqtgacha nega bordan tamoq yemay deb bizning qo'sig'imiz echib ketganlikni ansiraydi. Ya'ni mushu vaqtgacha tamoq yemay nalar deydi, uni ish qaytib kelmaysa, qo'sang echib ketmadimi deb bizning qo'sig'imizni ansiraydi. Ammo hozir biz bo'libmi bugungi kunda bu muhojiratda hammamiz o'xshamagan davlatlarda yashayapmiz. Bo'libmi mutlaq ko'pimiz mening bilishimcha shaharlarda yashayapmiz. Shaharlarning muhiti bizning bolalarimizning o'sib yetilishi uchun, bo'libmi bolalik vaqtdagi axloqiy yetilishi uchun biz hech qaysimiz xotirjam bo'lolmaydigan darajada. Masalan, biz qaysimiz bolalarimizni xotirjam, masalan, Istanbulda yoki Anqarada, balki Washingtonda yoki Yevropadagi ma'lum bir shaharda xohlagancha o'zining bardigan yerga beraversin, qildigan ishini qilaversin deb xotirjam qo'yib o'talaymiz. Menimcha hech qaysimiz xotirjam bo'lolmaymiz. Buning javobini o'zimiz bilamiz. Mening bularni tilga olishimdagi sabab bundoq. Biz kichik vaqtimizda bizning atrofimizdagi muhitimiz, mahalla muhitimiz bizning sog'lom o'sib yetilishimiz uchun uncha ziyonli emasdi. Ammo hozir undaq emas. Hozir o'zgardi. Biz qo'rqqidek, biz xotirjam bo'lolmagandak darajada o'zgardi. Buning ma'nosi masalalar murakkablashgan siri, u ig'irlashgan siri ota-onalarga qo'yiladigan talab shuningga loyiq holda yuqori bo'ldi. Hozirlashga tegishli safa, bilim, iqtidor shuningga loyiq holda yuqori bo'ldi. Shunlashqa biz hargizmi ota-onamiz kichik vaqtda bizni yaxshi tarbiyalagan, hech narsa o'qimay turibmi? Bizmi unda jiqnas o'rganib ketmasak, meni bolalarimizni yaxshi tarbiyalaymiz deb o'zimizga bundoq tasalli bersak, o'zimizni oldigan bo'lamiz. Hamda ikkinchidan, biz bugun bir ilm dunyosida yashayapmiz, qarindoshlar. Hozir ilim sohasi tadqiq qilmaydigan hech qanday bo'shliq yo'q. Tabiiy fanlarni qo'yib turayli, mayli jamiyatshunoslik yoki psixologiya yoki ma'arif ilmlari bizning har bir ish harakatimizni, hatto masalan shirkatdagi ish harakatimizni, maktabdagi ish harakatimizni, bolalik vaqtdagi, hatto boshlang'ich vaqtda, boshlang'ichdan burungi dastlabki ma'arif davrida, to'liqsiz o'tir maktabda, to'liq o'tir maktabda, oliy maktabda deb bosqich-bosqichlarga bo'lib bizning o'sib yetilishimizga munosabatli bo'lgan omillarni tadqiq qilyapti. Shu hozir psixologiyaning o'ziga qarab baqsaq, o'sib yetilish psixologiyasi, bolalar psixologiyasi, ma'arif psixologiyasi, bilish psixologiyasi degandek nihoyat inchik tarmoqlarga bo'linib ketgan. Ma'arif pedagogik ilmi shu. Masalan, dastlabki ma'arif pedagogikasi. Masalan, dastlabki tarbiya, o'tir boshlang'ich maktablarning pedagogikasi. Darslarni qanday o'timiz, qanday o'zlashtiramiz? Masalan, bir sinfda zodi eng jiq bo'lganda qancha bola bo'lish kerak? Sinfning tomlari qanday sirlanish kerak? Yo'ruq qanday darajada tushsa, o'qitish eng yaxshi degandek masalalarmi an'anaviy tajribalar bilan emas, balki tadqiqotlar orqali erishilgan xulosalar asosida loyihalanadi. Shu ilm bilan bu ma'arifga yetakchilik qilinadi. Mana bunday bir dunyoda biz bilmasakmi, o'qimasakmi yaxshi qila olamiz deyish nadonlikdan boshqa narsa emas. Masalan, hozir dunyodagi eng oldin xatodagi universitetlarga qarab boqadigan bo'lsak, masalan, Harvard universiteti Amerikadagi, ya'ni Yale universiteti, shuga qarab boqadigan bo'lsak, maxsus ota-onalarni yetildiradigan institutlar bor. Masalan, to'rbetiga chiqib qarab boqsanglar ko'ra olasizlar. Ya'ni necha yil mushu sohada yetishgan doktorlar, professorlar shularga yetakchilik qilyapti. Ota-onalar farzand tarbiyalash davomida duch kelgan masalalarni shu kasb egalaridan maslahat berib hal qilyapti. Endi 3-nuqtani qaraydigan bo'lsak, Alloh Qur'oni Karimda bundoq degan: "Biladiganlar bilan bilmaydiganlar barobar bo'lamdi" deb shundoq degan. Menimcha buning ma'nosi biladiganlar bilan bilmaydiganlarning ish harakati o'xshamaydi. Ularning ish harakati o'xshamaganligi uchun ular erishadigan natijaga o'xshamaydi deganlik. Biz biladiganlar bilan bilmaydiganlar barobar bo'lamdi degan oyat haqida o'ylagan vaqtimizda balkim bu qiyomatda Allohning oldida biladiganlar yuksak o'rinda, bilmaydiganlar tuvan o'rinda bo'lishi mumkin deb o'ylashimiz mumkin. To'g'ri. Menimcha bu oyatning bir ma'nosi. Ammo yana bir ma'nosi, biladiganlar bilan bilmaydiganlar bu dunyodan barobar bo'lmaydi. Barobar bo'lmaydiganligini ko'zimiz ko'rib turibdi. Mushu nuqtada aytgan vaqtimizda
biladigan ata-onalarning tarbiyalash usuli bilan bilmaydigan ata-onalarning tarbiyalash usuli farqli bo'ldi va bu farqli usullarni farqli natijalarga erishtirdi. Yani biladigan ata-onalar tarbiyalagan bolalar shunga loyiq yetishsa, bilmaydiganlarning shunga loyiq yetishidi. Shunlashqa biz bugungi kunda bu farzand tarbiyasi haqidagi bilimlarni har bir ota-onaning o'rganishi intayin muhim deb qaraymiz. Undaqda nimalarni o'rganish kerak? Menimcha eng muhim savol shu bo'lsa kerak. Zodi bugungi kunda ota-onalar farzand tarbiyasi uchun eng aqalli, eng tuvan bo'lgandimi qaysi sohalardagi bilimlarni egallash kerak? Men buni bir qancha nuqtaga yig'inchoqlab baxdim. Birinchisi, bolalarning ozuqlanish va sog'lomligiga munosabatli bo'lgan eng dastlabki tushuncha va bilimlarni egallash lozim. Nimishki bundaq deyman? Biz balkim chet elda yaşagandan keyin hozir bolalarning salomatligi, davolanish haqida bir qadar xotirjam bo'lishimiz mumkin. Mening bundaq deyishimning sababi biz vatanda vaqtda davolanish bizga nisbatan nihoyat bir xatarlik masala edi. Ya'ni saxta dorilar, saxta doktorlar intayin ko'p bo'lg'achqa, sog'lomlik haqida eng aqalli tushunchaga ega emas ota-onalar doim aldinib ketadi. Mening ba'zi do'stlarim menga bir qancha misollarni so'zlab bergan. Doktor do'stlarim. Masalan deyli, eng oddiy bir misol. 1-2 yoshlik buvoq bolalar yoki yangi tug'ilgan buvoqlar agar qizib qolsa, uning gradusi 38 dan eshib 39-40 ga yaqinlab qolgan vaqtda chuqur doktorxonaga borish lozim. Agar o qizitmasi onu tushmay qolsa, eng dastlabda ularning mingi hujayralari zaxmlanadi. Mingi hujayralari zaxmlandi deganlik bolalarning bir umrlik taraqqiyotiga aqliy jihatdan nihoyat zo'r aks ta'sir ko'rsatadi. Men shu do'stlarim shuni degandi. Nurg'un ota-onalar shu bolalar qizib qolgan vaqtda darhol qizitmasi qanday tushirishni uqmag'achqa yoki darhol doktorga akamigachga bolamiz aytdi tanatgan vaqtda aprayli. Hozircha tug'ash tusun deb vaqtida imkoz qaytarmaganligi uchun nurg'un bolalar shu qizitmasi sababidan mingisi zaxmiga uchraydi deb shundoq degan. Endi men uzuqliq yoki sog'lomlik haqida bilimga ega bo'lish kerak degan vaqtimda hergiz ata-onalar bu sohada mutaxassis bo'lsin demoqchi emas. Men faqat bunda bir qancha nuqtani ta'kidlamoqchi. Birisi, homildor bo'lgan vaqtda va undan keyin bolalar tug'ilgandan keyin bolalarning badaniga lozimlik bo'lgan eng aqalli vitamin va mineral moddalarni qanday qayerdan to'liqlashni bilishi lozim. Mushunchalik savodga ega bo'lish kerak deb o'ylayman. Bu men tas emas. Uni ishonchli doktorlardan maslahat olish orqali hal qila olamiz. Undan keyin bayam deganimga o'xshash, oilada ko'p ko'rilgan kasallarga darhol qanday imkoz qaytarish, uni qanday hal qilishni bilish lozim. Hech bo'lmasa bayam degandek bir qizib qilish bolalar uchun bunda ziyonliq. Uning uchun bunda qilishimiz kerak ekan degan narsani bilish, maxsus doktor bo'lish ketmaydi buni bilish uchun. Hamda yana bir jihatdan agar biz eng dastlabki sog'lomlik ma'lumotlariga ega bo'lmagan vaqtimizda, biz balki aldamchi doktorlarning aldishiga uchrab ketishimiz mumkin. Bu vatanda nihoyat ko'p uchraydi. Agar biz bu shunchalik savodga ega bo'lsak, hech bo'lmasa siz bolangiz uchun bunda qilishingiz kerak, ma'lum dorini yeyishingiz kerak yoki bunda davolashingiz kerak desa, hech bo'lmasa biz bu toza to'g'ri bo'lmayapti deb asli gumon qilamiz va to'g'ri usulini topa olamiz. Bolalarning jismoniy sog'lomligi intayin muhim. Buning muhimligini menimcha ta'kidlashdan hech qanday hojat yo'q. Ikkinchidan, biz bir musulmon ota-ona bo'lib sifatimiz bilan mening tushunchimcha har bir ota-ona bunda ikki xil diniy bilimni yaxshi bilishi lozim. Birisi, dada yoki ona bolasining Qur'on savodini chiqarg'ichilik, tajvid qoidalarini bilishi va oyatlarni o'lchamlik tajvidda o'qiy olishi kerak. Chunki oyatlarni o'lchamlik tajvid qoidasi bo'yicha o'qishning o'zi bir namoz o'qiydigan ota-ona uchun farz ayindan derak beradi. Ya'ni mayli bolasiga buni o'rgatsin yoki o'rgatmasin, asli o'zining qilish kerak. Agar o'zi biladigan ahvolida uni eng dastlabda oilada bolasiga o'zi o'rgatsa, men uchun yaxshi deb o'ylayman. Chunki bolalarimizga tajvidni o'rgatish uchun 5-6 yosh vaqtida uydan ajratib, ularni yiroq yerlarga olib berish yoki boshqalarga tutib berish ota-ona bilan bolalar orasidagi mehr-muhabbat beg'ining bo'shab qolishiga sabab bo'ldi. Bu intayin xato. Men uchun bu tajvid qoidasini bilish deganlik men uchun eng aqalli shartlardan biri. Ikkinchi, o'xshashla bir ota-ona o'zining bolasiga o'rgata oladigan eng dastlabki musulmonlarchilik qoidalarini o'rgata olish kerak. Masalan, namozni qanday o'qiymiz, tahoratni qanday qilamiz, bir musulmon bola hozirlashga tegishli axloq nima, saqlanishga tegishli yomon qilmishlar nima deganlar haqida bolalarni o'zi tarbiyalaydigan bir diniy bilimga ega bo'lishi lozim. Ya'ni undan boshqa ibodatlarga munosabatli bo'lgan eng asos tushunchalarga chuqur ega bo'lish kerak. Bu o'xshashlar bayam deganimdek maxsus molla bo'lish ketmaydi, maxsus kasbiy o'qish ketmaydi. Faqat o'zimizning eng dastlabki bilim asosini, ya'ni diniy bilim asosimizni sog'lom ishonchli kitoblarga murojaat qilib uni o'qisak bilalaymiz. Bir ota-ona bolalarga berishga tegishli diniy tarbiyani eng dastlabda o'zi elib borolmasa, menimcha bir xato bo'ldi deb o'ylayman. Biz oldingi soatlik darsda bir hadisni so'zlab o'tdik. Ya'ni bir bola islomni qabul qiladigan bir tabiat ustiga tug'ilgan bo'ldi. Ammo ota-onasi bularni ya yahudi qilib o'tadi, ya nasara qilib o'tadi, ya majusiy qilib o'tadi yoki musulmon qiladi. Mana mushi nimadan derak berdi? Meningcha bu bolalarning qaysi dinda yashashi, ya'ni bolalarning hidoyat va zalolati ma'lum ma'noda aytgan vaqtda ota-onalarning qo'liga topshirilgan deganlik. Unda vaqtda ota-onalar bu vazifani boshqalarga havola qilish shaklida emas, o'zi ado qilish shaklida muomala qilishi eng to'g'ri va eng muvofiq deganlik. Hani bilishga tegishli uchinchi soha mening qarashimcha sog'lom bir ona til bilimi. Buni konkretroq tushuntirsam, ota-onalar meningcha Uyg'ur xalq cho'chaklarini o'qigan bo'lish kerak. Uyg'ur xalq dostonlari, Uyg'ur xalq qo'shoqlari, qatorliq bizning klassik
qog'oz edebiyotimizga munosabatli narsalardan xabardor bo'lishi lozim. Hech bo'lmasa bolalarga uyda o'zi o'qib berish kerak yoki o'zi kitobni olmasimi, kechda yotqach kichik bolalar uxlashdan burun bir ikki masalani yoki cho'chakni so'zlab beraligichilik bir jug'lanmaga ega bo'lish kerak. O'xshashla bumi nurg'un kitob o'qishning hojati yo'q. Bir qancha kitobni yaxshi o'qish bilan egallayli bo'ladigan savodlar. Men nima qilishga shunday deyman. Keyin biz ana tilning muhimligi haqida maxsus to'xtalamiz. Ammo hozir bizning ana tilni saqlashdan iborat bu muqaddas vazifamiz eng dastlabda ota-onalarning gadiga tushgan. U hargiz biz kurslarda, maktablarda xotirjam hal qiladigan ish emas. Buningdagi birinchi vazifa ota-onalarning ustida. Shunlashqa eng avval ota-onalar bolalarning ana tildagi savodni o'zi chiqara olishi. Ana tildagi savodni chiqargandan keyin ular o'qiydigan ana til kitoblarga qiziqtirishi, o'zi o'qib bera olishi lozim. Bunchalik savodga ota-onalar bo'lish kerak. Endi ota-onalar bilishga tegishli 4-chi muhim soha bizning umumiy tariximiz va madaniyatimiz. Biz hozir hammamiz his qilyapmiz, biz o'zimizning va bolalarimizning kimligini saqlashdan iborat intayin qiyin, shundaqla intayin muhim bir vazifaga duch keldik. Bu vazifani yana o'xshash eng avval ota-onalar ustiga olmasa, ota-onadan boshqa hech kim bu vazifani haq-dodiga yetkazib ado qila olmaydi. Uning uchun ota-onalar yanala hech bo'lmaganda vatanimizning umumiy tarixini, ya'ni Sharqiy Turkistonning umumiy tarixini, tariximizda o'tgan mashhur shaxslarni, mashhur urushlarni, mashhur voqealarni tafsiliy ushaq tafsilotlariga qadar bilmasimi, umumiy jihatdan bilishi lozim. Undan keyin bizning madaniyatimiz, urf-odatlarimizni, vatanimizning umumiy jug'rofiyalik ahvoli va uning munosabatli sonliq ma'lumot va uchurlarni bilishi lozim. Bir jihatdan biz bularni bilish bilan bolalarimiz o'zimizning vatanimizga shunday ko'ngil bo'lganligimizni, o'zimizning bir vatanparvar ekanligimizni mushu bilimlarimiz orqali his qildira olamiz. Mushu bilimlarimiz orqali his qildira olamiz. Agar biz mushunchilikni bilmasak, bolalarimizni vatanparvar va millatsevar qilishni butunlay sirtdagi kishilarga, maktabga, jamiyatga tashlab qo'ysak, biz cho'qim mag'lub bo'lamiz. Endi 5-chi muhim soha, men bayonimni qisqacha tilga olib o'tdim. Bolalarni tarbiyalashda zarur bo'lgan psixologiya va pedagogika bilimlarini, bunimi yana o'xshashlar. Mutaxassis bo'lib ketmasakmi, eng dastlabki savodlarni bilishimiz lozim. Eng aqallisi, bolalarimiz üst bitirishidagi fiziologiyalik va psixologiyalik taraqqiyot bosqichlari qanday bo'ldi? Biz bu tarbiya davomida nimalarga diqqat qilishimiz kerak? Deganlar nihoyat muhim. Chunki bolalarni yaxshi tarbiyalashning asosi bolalarni yaxshi tushunishdir. Agar siz bolalaringizni yaxshi tushunmasangiz, uni yaxshi tarbiyalashni so'z etish mumkin emas. Chunki har qanday muvaffaqiyatli munosabat o'zaro birimizni to'g'ri, yaxshi tushunish ustiga quriladi. Agar tushunish ilmiy bo'lmasa, o vaqtda bu xato tushuncha ustida elib berilgan tarbiya unumsiz bo'ldi, natijasiz bo'ldi. Undan keyin bolalarimiz hozir maktablarda o'qiyapti, uyga qaytib keldi. Topshiriqlar qanday yetakchilik qilish, ya'ni darslarga qanday yordam berish deganlar hech bo'lmasa biz bir pedagogika qoidalarini ozda bilsak, o'rgansak, bu haqda biz yana buning hammasini boshqalarga tashlab qo'ymasdan o'zimiz oilada yaxshi yordamchi bo'la olamiz. Bir tadqiqotlar shuni ko'rsatdi, ota-onalari aralashadigan bolalarning dars natijasi bilan ota-onalarning kari yo'q bolalarning dars natijasining orasida nihoyat zo'r farq bor. Aralashadigan ota-onalarning bolalari ko'pincha ahvolda universal ifodasi aralashmagan ota-onalarnikidan ko'p yaxshi. Men bugun so'zlaganlarimni tuvandagi bir qancha nuqtada yig'inchoqlab o'tay. Birinchidan, ota-onalar bolalarning uzuqligi va sog'lomligiga munosabatli bo'lgan eng dastlabki tibbiy savodlarni az-to'la o'rganishi lozim va bilishi lozim. Ikkinchidan, musulmondorchilikning eng aqalliy shartlari bo'lgan sog'lom bir tajvid talabbuziga ega bo'lish kerak va eng dastlabki diniy savodlarni bolalarga o'rgatuvchilik bilimi egallash kerak. Uchinchidan, ona til haqida xili obdan bir jug'lanmasi bo'lishi lozim. Jug'lanmasi deganimiz ona tilda xili ko'p kitob o'qigan bo'lishi, hech bo'lmasa bolalarga uyda o'qib berguchilik, nurg'un cho'chak, hikoya, daston, qo'shoqlarni bilgan bo'lish kerak. To'rtinchidan, bizning tariximiz, madaniyatimiz, an'anamiz, urf-odatimiz haqida bolalarimizga so'zlab bergudek bir narsa bilishimiz lozim. 5-dan, bolalarni tushunish va ularni tarbiyalashda bizga zarur bo'lgan psixologiya va pedagogik bilimlarni o'rganishimiz lozim. Endi o'xshashlar yuqorqi 5 sohada men demoqchi bo'lganim, hech qaysida biz kasbiy mutaxassis bo'lib ketishimizning hojati yo'q. Ammo eng aqalliy, eng asosli uqumlarni, tushunchalarni bilish bizning bolalarimizning tarbiyasida bizga nihoyat asqatidi deb o'ylayman. Sizlarga ko'p rahmat. Biz kelasi qitimda o'rganganlarimizni qanday tatbiqlaymiz degan savol haqida to'xtalamiz. Allohga omonat, ko'rishguncha omon bo'linglar.